Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega bir xil munosabatlarda doim jabrlanuvchi bo'lib qolasiz? Yoki kimgadir yordam beraman deb charchab, asabiylashganmisiz? Yoki kimnidir to'g'ri yo'lga solaman deb munosabatlarni buzib qo'yganmisiz? Agar sizda shunday holatlar bo'lsa, siz Karpman uchburchagining ichidasiz. Bugun biz sizlar bilan NLP'da eng ko'p uchraydigan dramatik model Karpman uchburchagi modeli haqida gaplashamiz. Bu modelni agar biz yaxshilab o'rganadigan bo'lsak, biz ko'p hollarda boshqa bir insonlarning manipulyatsiyasiga tushib qolmaymiz. Model bilan tanishib chiqishdan oldin sizlarni ogohlantirmoqchiman. Ba'zi bir olimlar bu model qanaqadir yetarlicha isbotlanmagan, yetarlicha bu modelda tadqiqot o'tkazilmagan degan fikrda bildiradi. Lekin amaliyot shuni ko'rsatadiki, aynan Karpman uchburchagi modeli orqali hayotiy ko'p muammolarni hal qilish mumkin. Keling model bilan tanishib chiqamiz. Slaydimizga agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu modelning muallifi Steven Karpman Erik Bernening shogirdi hisoblanadi. Modelimizda 3 ta rol bor: qutqaruvchi, ta'qibchi, jabrlanuvchi. Ya'ni bu rollar bir-birini almashtirib turadi. Keling bitta hayotiy keys bilan tanishib chiqamiz. Uka aytdi: "Menda muammo bor, menga hech kim yordam bermaydi, menda pul yo'q." Ya'ni uka bu yerda jabrlanuvchi. Ana endi ukani ko'rgan opa rahmi keladi, "Key, men senga yordam beraman, men senga pul beraman" deb ukasiga yordam beradi. Opa bu modelimizda qutqaruvchi rolini o'ynaydi. Ana endi buni ko'rgan aka jahli chiqadi va ukasiga aytadi: "Sen o'zing bitta ishni qilmaysan, doim boshqalarga yuk bo'lasan." Bu vaziyatda aka ta'qibchi bo'ladi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin ana endi rollar almashadi. Opa aytadi: "Ukamga yordam berish foydasi yo'q, baribir o'zi harakat qilmaydi." Ya'ni opa bitta qutqaruvchi rolidan jabrlanuvchi roliga tushib qoladi. Ana endi uka opadan yordam so'rolmaydi, pul so'rolmaydi va opam menga yordam bermayapti deb ta'qibchi roliga tushib qoladi. Ana endi aka ukani ko'radi va unga rahm keladi. "Keyin men senga ish topishga yordam beraman." Aka ta'qibchi rolidan qutqaruvchi roliga tushib qoladi. Ya'ni biz hayotda ko'pincha shu uchburchakni ichida yuramiz. Keling endi har bir rollar bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Mana slaydimizga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, birinchi jabrlanuvchi pozitsiyasi, ya'ni jabrlanuvchi roli. Jabrlanuvchi hayotda ko'pincha qanaqa kalit so'zlarni ishlatadi? "Menda muammo bor, majburman, menga zarur, shart va hokazo" so'zlarni ishlatadi. Jabrlanuvchida qanaqa hissiyotlar ustunlik qiladi? Qo'rquv, ojizlik, stress, nafrat, charchoq, g'azab. Mana bu jabrlanuvchining hissiyotlari. Ana endi jabrlanuvchi bo'lishdan qanaqa yashirin foyda bor? Keling o'shalar haqida gaplashamiz. Boshqalar unga achinishni xohlaydi. Mas'uliyatdan qochish, ya'ni mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni xohlamaydi. Yoki boshqa insonni diqqatini o'ziga qaratish va boshqalar unga hamdardlik bildirishni xohlaydi. Jabrlanuvchi qanaqa badallarni to'laydi? Imkoniyatlarni yo'qotadi, jasoratini yo'qotib qo'yadi, g'ururini, hurmatini, baxtini, sevgisini va mablag'ini yo'qotib qo'yadi. Keling endi qutqaruvchi pozitsiyasi bilan yaqindan tanishamiz. Qutqaruvchi pozitsiyasi quyidagi kalit so'zlarni ko'p ishlatadi. "Men senga qanday yordam berishni bilaman. Men to'g'ri yo'lni bilaman. Meni aytganimni qil. Men senga shuni maslahat beraman." Qutqaruvchida qanaqa hissiyotlar ustunlik qiladi? O'zini ahamiyatli inson qilib ko'rsatish yoki o'zini kerakli inson qilib ko'rsatish, o'zini tajriba va ko'nikmaga ega inson qilib ko'rsatish. Qutqaruvchi rolda bo'lishning qanaqa yashirin foydasi bor? Slaydimizga e'tibor beradigan bo'lsak, boshqalarni qutqaraman, qo'sh tirnoq ichida, yoki katta hissa qo'shaman boshqalarning hayotiga, mendan to'g'ri yo'lni so'raydi, donishmand qilib ko'rsatish o'zini, bu ham qo'sh tirnoq ichida, ahamiyat beringlar, yoki vaziyatni nazorat qilyapman degan illyuziya. Qutqaruvchi qanaqa badallar to'laydi? Boshqa bir insonlarga yordam beraman deb munosabatlarni yo'qotib qo'yishi mumkin. Undan tashqari hurmati, boshqa bir insonlarning ishonchini ham yo'qotib qo'yadi. Keling, ta'qibchi pozitsiyasi bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Ular qanaqa kalit so'zlarni ishlatadi? "Men bu vaziyatda haqman, siz, u, ular aybdor, men buni isbotlayman, aybdor javob bersin." Mana bu ko'pincha ta'qibchi ishlatadigan kalit so'zlar. Ta'qibchida qanaqa hissiyotlar bo'lishi mumkin? Ya'ni bunda ham ahamiyatli qilib ko'rsatish, boshqalardan ustunligini ko'rsatish, o'zini ko'nikmali qilib ko'rsatish, boshqalarni ta'qib qilish orqali o'z manfaatlariga erishish. Ta'qibchi bo'lishning qanaqa yashirin foydasi bor? Boshqalar ustidan hokimiyat o'rnatish, ustunlik qilish, nohaqlarni to'g'ri yo'lga solish.
buni ham qo'sh tirnoq ichida yozganman. Go'yoki haqiqat uchun kurash. Mana bu taqibchining yashirin foydalari. Keling endi taqibchi to'laydigan badallar haqida gaplashamiz. Taqibchi ham ko'pincha boshqa insonlar bilan aloqalarni yo'qotib qo'yadi. Boshqa insonlarning ishonchini yo'qotib qo'yadi. Munosabatlarni yo'qotib qo'yadi. Hurmatini, boyligini, qadr-qiymatini, hattoki sevgisini ham yo'qotib qo'yadi. Keling endi qutqaruvchi rolidan chiqish usullari bilan tanishib chiqamiz. Kimdir sizdan yordam so'radi. Yordam so'ragandan keyin birinchi navbatda biz unga quyidagicha savol berishimiz kerak bo'ladi. O'zing nima deb o'ylaysan? O'zi fikrlab aytgandan keyin u nima bo'ladi? U sizni gapingiz bo'lmaydi, u sizni maslahatingiz bo'lmaydi. Aynan o'sha insonni o'zining fikri bo'ladi. Ikkinchi usul esa yaxshi bitta mutaxassisga yo'naltirish. Uchinchi usuli esa ma'lum bir soha vakillari nomidan kelib chiqib gapirish. Misol uchun mashhur psixologlardan biri aytdi, lekin bu aniq emas. Keyingisi esa o'zingizni xulosangizni ayting, lekin oqibatlari haqida ogohlantiring. Misol uchun Samsung yaxshi telefon, lekin ba'zan qotadi. Mana 3 burchak bilan tanishib chiqdik. Video foydali bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Hozircha ma'lumotlarim shulardan iborat. Xayr.